Assalomu alaykum qadrli o'quvchilarim. Bugun biz siz bilan kitobning yaratilish tarixi bilan yaqindan tanishib olamiz. Siz bilan o'qituvchingiz Usmonova Nodira Bohodirovna. Bilasizmi? Kitob bir necha ming yillar avval paydo bo'lgan. U davrda kitoblar turli xil ko'rinishda bo'lgan. Odamlar qog'oz bo'lmagani uchun ma'lumotlarni tosh taxtachaga, sopol idishlarga, suyaklarga yozishgan. Kitobni loydan tayyorlash uchun ular yumshoq loydan tayyorlangan taxtachalarga maxsus uchli tayoqchalar bilan kerakli belgilar tushirishgan. So'ngra uni oftobda quritishgan yoki olovda pishirishgan. O'sha davrlarda mana shunday maxsus loy taxtachalardan tashkil topgan kutubxonalar ham bo'lgan. Xitoyda esa dastlab kitobni qamishga o'xshagan bambuk o'simligiga yozishgan. So'ng ipak matodan tayyorlashgan. Ilk qog'oz ham Xitoyda paydo bo'lgan. Kitoblar hayvonlar terisiga ham yozilgan. Bunday kitoblar vatanimizda saqlanmoqda. Kitoblar uzoq vaqt qo'lda yozilgan. Bu jarayon juda katta mehnat va chidam talab qilgan. Shuning uchun ham tarixda kitoblar juda qimmatbaho hisoblangan. Ulardan faqat sanoqli odamlar foydalana olgan. Hatto kutubxonalarda kitoblar o'g'irlanmasligi uchun zanjirga bog'lab qo'yilgan. Bosma kitoblar Iogann Gutenberg ixtiro qilgan kitob bosish uskunasi ishga tushgach paydo bo'la boshlagan. Bu ixtiro kitob narxining pasayishi va ko'proq odamlarning kitob o'qiy olishiga imkon yaratgan. Bugungi kunda chiroyli kitoblar murakkab va aqlli mashinalar yordamida tayyorlanadi. Eng asosiysi, endi kitoblarni hamma o'qiy olishi mumkin. Bo'sh vaqtlaringizda albatta kitob o'qing. Bolalar ensiklopediyasidan.